Do'stlar, mana mototsikllar, ikkita Minsk mototsikl, bitta Lifam mopedchi sotiladi. Manzil Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahar. Yetkazib berish xizmati yo'q, obmen bo'lib berish, bunaqa narsalar ham yo'q. Kelib ko'rasiz, ma'qul bo'lsa naqd pulga olib ketaverasiz. Qo'shimcha pul bilan, labo bilan o'zim yetkazib beraveraman. Men o'tgan safar video qildim, pоворotnilar uncha ko'rinmadi. Hozir hammasini bir ko'rsatib, batafsil aytib o'tib ketaman narx-navosi bilan. Mana endi noshkachasi yo'qda. Shu do'stlar, puli 3 million, taqalgan joyi 2 million 800. Balonlari yaxshi. Buni videolari bor. Bu 2 million, bo'layotgan joyi 1 million 900. Balonlari yaxshi, pоворotnilari yonadi. Bitta bank arzon chexoldan qo'yish kerak. Glushiterda mana kutchasi yo'q, lekin ovozlari pastgina, baland emas ekan. Shu puli 1 million 900. Oxiri kelib haydab ko'rasiz. Ma'qul bo'lsa olib ketaverasiz. Bu 4,5 million. Bo'layotgan joyi 4 million. Motorlari dutamaydi, yurishlari yaxshi, hamma narsasi ishlaydi. Buni men bu kechqurun taklari ham qizil yonayotgan qilganman o'zim. Shu do'stlar, iltimos olayotgan bo'lsanglar telefon qilinglar, bekorga bezovta qilmanglar. Shu